Senin gülüşlerin, senin yürüyüşlerin, senin kuruluşların. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Senin gülüşlerin, senin yürüyüşlerin, senin kuruluşların. Bağlar güzel, baharda bağlar güzel. Kar yağsa tağlar güzel. Bu yaşlık çağlar güzel. Lekin hiç kaçan çıkmaz yolumdan. Uşa gülüşlerin, uşa yürüyüşlerin, uşa kuruluşların. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Uşa gülüşlerin, uşa yürüyüşlerin, uşa kuruluşların. Hayat şundan safari. Lekin hiç kaçan çıkmaz yolumdan. Sözsüz karışların, ilham izleşlerin, ilham izleşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yolumdan. Sözsüz karışların, ilham izleşlerin, ilham izleşlerin.
aytilish ko'p, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening kulishlaring, sening yurishlaring, sening kulishlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening kulishlaring, sening yurishlaring, sening kulishlaring. Ilhom izlashlaring, sening kulishlaring. Rahmat olsun can dostum. Hayotdagi eng chiroyli kun. Kuning o'tsa yaxshilik uchun. Hayotdagi eng chiroyli kun. Yurak sezsa oqibat kuchun. Osmonlardan kutsang omadni, yo'qotasan yerdagi baxtni. So'ng ortga qaytarolmaysan bir lahzalik o'tkinchi vaqtni. Do'stlarim bor, baxtimga ustun. Men yashayman, qalbim shod mamnun. Hayotdagi eng chiroyli kun, eng baxtli kun albatta siz uchun bugun. Ha aziz mehmonlar, ana shu baxtli kunda birga o'qigan kursdoshlarni tabrik so'zini eshitishni ham niyat qilishibdilar. Kelinglar, hozir mana azizlar, bu yerda o'tirgan otalarimiz, onalarimiz qariyb 80 yoshni yashagan. Ilohim yoshlaringiz muborak bo'lsin. 100 yoshda ham mana shu davralaringizdan, qatorlaringizdan kamaymay yana uchrashuvlar nasib qilsin. Hozir men avvalgi so'z navbatlaridan birini sizlarni kursdoshingiz, Xorazm viloyatidan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz Rahimov Bozorboy akani mikrofonimiz yoniga chorlayman. Bozorboy aka, marhamat. Mikrofonimiz yetmaydi, uzr so'rayman. Badiiy maydonimizga tomon kelishingiz mumkin. Aka deyman, Bozorboy bobo desam ham bo'ladi. Xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bu yer Samarqand davlat universitetining matematika fakultetini bitkazganimizga 46 yil bo'libdi. Mana davrada o'tiribsa, endi qariya bo'lib qoldik, lekin ko'nglimiz yosh. Bu men tashkil qilib o'tirgan Otilgibmi? Saodat ya Qodirjon boshqayna qabulini hammalariga rahmat, katta rahmat. Bizga yosh beraversin hammamizga. Bunday uchrashuvlarimiz ko'p bo'laversin. O'g'il qizlarimizning, nevaralarimizning rohatini ko'raylik. Ammo shunday yaxshi kunlarda qatnashaveraylik. To'ylar, xarakalarga bir-biriga ochib yuraylik. Yurtimiz farovon bo'lsin, tinch bo'lsin. Hamma yaxshi kunlarda qatnashaveraylik. Rahmat. Rahmat tabrik so'zlaringiz uchun. Rahmat. Kelinglar, biz yana so'z navbatini Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan Toshlar aka Qurbonov davramizda bo'lsalar mikrofonimiz yoniga chorlaymiz. Toshlar aka keling. Assalomu alaykum. Hammalaringizga ko'pchilik bilan ko'rishdim, ko'rishmaganlarim bo'lsa salom berib qo'yaman. Bilasizlarmi? Odam keksaygan sari eski do'stlarni qo'shadi. Eski do'stlar. Men hozir men bilan birga o'qigan shu eng yaqin odamlarni ko'rib tursam.
xursand bo'ldim. Hammalaringga rahmat, kelganlaring uchun. Meni ko'rganlaring uchun ham rahmat. Uchrashganimiz uchun rahmat. Bor bo'linglar, sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Vassalom. Endi Nashirjon aka, sizga bittagina savol beraman. Mana shu uchrashuvda o'tirgan barcha mehmonlar hammaga tegishli shu savol. Endi yoshlarga ham bir sizdan bittagina ma'lumot olib qolmoqchiman. Hayotni qaysi tomonlarida xursand bo'ladigan, xafa bo'ladigan, qaysi tomonlariga e'tibor berish kerak? Mana pashti 80 yosh. Bizlar yoshlarimiz bor. Hech bo'lmasa ekranda yoshlarga bitta ayting, hayotni qaysi tomoniga ko'proq e'tibor beraylik? Juda qiyin savol. Lekin harakat qilaman. Fikrimda aytaman. Kechiringlar. Hech kim hech qachon halol bo'lmasa, mehnatkash bo'lmasa, yana bir so'zli bo'lmasa muvaffaqiyatga erishmaydi. Erishgan bo'lsa ham darrov tushib ketadi. Alloh hammalaringga umr ham bersin. Yana aytgan, sanab o'tgan hamma narsani qabul qilasizlar. Iltimosim shu. Boshqa bitta qasr chalib qo'yamiz azizlar. Kelinglar, yana bitta so'z navbatini azizlar. Endi men mana shu mana bu yerda yozilgan sifirlardan ozgina adashsamda bitta o'zgartirmoqchiman. Surxondaryolik aziz mehmonimiz ayol kishilarga navbatni bermoqchiman. Vali va Mahbuba opamizni mikrofonimizga chorlaymiz. Surxondaryodan. Assalomu alaykum, hurmatli kasbdoshlar, kursdoshlar. Hammalaringizni mana shu uchrashuv bilan qizg'in tabriklayman. Hammalaringizga, oilalaringizga Alloh baraka bersin. Tanishlikni, sog'lik, salomatlikni bersin. Hammamiz shu farzandlarimizda, nevara-chevaralarimizda ahvolini ko'raylik, huzur halovatini ko'raylik. Mana shu o'tirishimiz davom etaversin. Hammalaringizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Doimo sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda, yaxshi hollarda uchrashib yuraylik. Rahmat. Surxondaryoga xush kelibsizlar hammalaringiz. Ba'zi birlaringiz bilan ko'rishmagan bo'lsak, o'zlarimga salom aytaman hammalaringizga. Doimo mana shu Surxondaryoning darvozasi ochiq sizlar uchun. Mehmonlar kelib ketaveringizlar. Rahmat tabrik so'zlaringiz uchun. Bitta qarsak chalib beramiz, chiroyli qilib. Azizlar, endi yana bitta so'z navbatini Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz Salomov Sobirjon akamizga beramiz. Sobirjon aka, keling. Rahmat. Xushvaqtlikka kelaylik. Assalomu alaykum. Mana qizlar, yigitlar. Mana 46 yillik yubileyda mana uchrashib turibmiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilayman. Hammalaringiz bolalarni, nevaralarni, evaralarni huzurini ko'ringizlar, sog' bo'lingizlar. Mana shunday xushchaqchaq, ochiq ko'ngilda yuringizlar. Mana bu yana mendan oldin chiqqanlar aytishdi-ku, qanchalik xushchaqchaq bo'lib, qanchalik ro'zg'ordan yem-yem bo'lib yursangiz, demak sog'likda o'zingiz ehtiyotlagan bo'lasiz. Bolalarni, nevaralarni baxtiga omon yurasiz. Ham shularga qosh bo'lib yuringizlar. Hammalaringizga sog'lik, omonlik tilayman. Yanaga uchrashganda, demak sarsonida birlikda mehmonlar kelolmay qolganlarda ular ham qatnashsa, kalikim bundan ham kengroq, bundan ham yaxshi uchrashuvlar bo'lsin deb tilab qolaman. Hammalaringizga sog'lik, omonlik. Rahmat tabrik so'zlaringiz uchun. Endi aziz do'stlar, biz yana bitta so'z navbatini Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz Beknazarov O'ral akamizga beramiz. O'ral aka, marhamat. Davramiz siz uchun muntazir. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Mana shu yoshgacha yetkazib, shu joygacha olib kelgan Xudoga hamd sanolar bo'lsin. Yana ham tilaymanki, nasib bo'lsa, yanaki yillarga, yana bir necha yillar mana shunday bir-birimiz bilan uchrashib, yaxshi burun qilib, mana shunday o'tirishlar yana ham nasib etaversin. Hammalaringizga, go'zalliklaringizga, sog'liklaringizga, ishlaringizga omad tilayman. Nevara, chevara, duvara, begonalarni ham tarbiya qilib yuraveringizlar. Rahmat. Rahmat tabrik so'zlaringiz uchun. Azizlar, biz yana bitta so'z navbatini Davlatov Norjigit akamizga beramiz. Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan akamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, o'rtoqlar, kursdoshlar, yurtdoshlar. Mana 71-yilda uchrashgan bo'lsak, mana bugun yana uchrashdik. Albatta har bir inson uchun yaxshi ishlarni qilishni kerak. Albatta har bir avval dünya şahidliği olsa bugün dostlar diyardan bilasınız. Mana bugun ko'rib hammamiz bir-birimizni eslab, qandaydir yaxshi kunlarimizni eslab turibmiz. Shundaymi? Ana shunday ekan, ana shu 18 yoshimizdagi turibmiz. Hech bir odam menga qarab soqol bor ekan degan yo'q. Soqolim olib desam, ha, ana shu dovul moliga qarshi deydi. Shundaymi? 18 yoshdagi. Ana yana bitta maqoli mana shu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Mana shu kunga kelganlar bor, kelmaganlar bor. Shundaymi? Albatta shu kelmaganlarda ham qanday bir armon bor. Biz ham shu yerga qanday bir sabab bilan kelmay qolgan. Albatta kelgisi albatta keladi. Shunday ekan, mana shu davramiz ko'taversin. Mana shu yerga kelganlarning hammasini xonadoniga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omon-esanlik tilayman. Kelmaganlarga xonadoniga sog'lik, tinchlik, omon-esanlik tilayman. Mana shu yerda xonadonlaringiz tinch, omon-esan ekan, bolalaringiz, kelinlaringiz, nevaralaringiz, chevaralaringiz hammasi sog' salomat ekan. Sizlar mana shu yerda o'tiribsiz. Demak, xonadonlaringiz tinch, omon-esan. Ana shuning uchun shu yerda. Bundan keyin ham sizlar xonadonlaringizga sog'lik, tinchlik, omon-esanlik tilayman. Har doim sog' salomat bo'lingizlar. Bundan keyin ham 50 yillik, 60 yillik davrlarda ham uchrashaylik. Ana shu davrda ham ana shu ko'ngillarimiz birdek bo'lib, ana shu yerga sog' salomat kelib, bir-birimizni eslaylik. Hammangizga sog'lik, tinchlik tilayman. Omon bo'lingizlar. Norjigit akaning shu hozir bir narsani chin yurakdan rost ekanligiga ishonch hosil qildim. Hech narsa bejiz bo'lmaydi. Hatto qo'yilgan ism ham qarang, Norjigit. Endi mana shu turishlariga, so'zlariga e'tibor qilsangiz ham bejiz qo'yilmaganligini isbotini. Siz mana hozir menimcha nafaqadasiz. Endi sevimli hayotdagi havaskorlik ishingiz nima qilasiz? Havaskorlik albatta har bir insonning o'ziga bir Alloh tomonidan rizq, nasiba, hunar berilgan. Ana shu Alloh tomonidan bergan rizq, nasiba, halol topib yesam, bergan hunarni halol qilib, el xalqqa bir obro'li e'tiborli inson bo'lib yashashni. Yoshlarga Rahmat, bu so'zingizda sal qoniqdimi? Men eshitmoqchi edim, men eshitishni xohlab turgan edim. Men ertalab turib yuguraman, turniga tortilaman deb aytaman. Unday bo'lsa men ertalab endi qishloqda yashaymiz. Qishloqda yashaymiz. Qishloqda albatta ish bo'ladi. Endi hozir to'laysak, kampirsiga soladigan qishloqda bor. Keyin ketguncha olsak ham ketamiz. Shuning uchun albatta meni qarab turib juda yosh ekan deyapsizmi?
Albatta har bir inson harakatda bo'lsa, mana 500 qadam degan 500 emas, 5 kilometr, 6 kilometr yurib tursa bo'ladi. Albatta qishloq joydagilar bundan ko'proq yuradi. Shaharda hammaga sog'lik. Sizga rahmat savol berganlar. Rahmat, bitta qarsak chalib beramiz akamizga, rahmat. Kelinglar azizlar, biz kelishganimizdek yana bittami ikkita so'z berib olsak-da, keyin davom ettiramiz. Hozir so'z navbatini Xolmirza akamizdan eshitamiz ekan, Xolmirza aka. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ajoyib bugungi tabriklayman. Omad o'zini ko'zda hurmat qilgan barcha do'stlarni oilaviy ishlariga katta mamlakatda bo'lib turib buyruq berib tururlar. Yaxshi kunlar ko'payaversin. Siz mana biz mana shunday tashkil ishlarni tashkil qilgan Hoji buvaga, Qodirjonga va barcha do'stlarga, shu jumladan bizda ajoyib yoshi inson insonlardan Bozor aka, Sobir aka, raisga hammangizga minnatdor bo'laman. Chiyitib bildiraman. Yaxshi kunlaringizda sherik bo'ling. Ishlaringizga omad. Rahmat. Rahmat. Xo'p. Azizlar, biz yana bitta so'z navbatini beramiz. Bu so'z navbati Buxoro viloyatidan tashrif buyurgan aziz mehmonimiz Jalilov Allaberdi akamizga bo'ladi. Allaberdi aka keling. Assalomu alaykum aziz kursdoshlar, tengdoshlar, opa-ukalar, aka-ukalar, hammalaringizga xush kelibsizlar deyman. Qara, Xudoga shukr. Masalan, o'tirga qaragan bugun ham ancha kuylam ko'pchilik yana ko'paysinlarmi? Hamma vaqtlar shunday o'tirishga qatnash hammamizga nasib qilsin. Ilohim hamma biz farzandlarimizni o'rzavasini ko'rish hammamizga nasib qilgan bo'lsin ilohim. Hamma vaqtlar shunday o'tirishlarga qatnashib, o'ynab, kulib, dumalab, cho'qib yuraylik. Hammaga sog'lik tilayman. Hammaga ishlariga omadlar. Hamma biz safarlarni bexatar bo'lishini tilayman. Rahmat amalat. Rahmat tabrik so'zlaringiz uchun. Omonat dunyo deydilar azizlar. Aslida dunyo omonat emas, bizlar omonatmiz. Dunyo turadi, quyosh chiqib botadi, lekin odamzod kelib ketadi. Ha, omonat dunyo. Faqat kelib ketmog'imizda ma'no bo'lsa deydi hamma. Keldilar, ketdilar, keldik ketamiz bir kun, bozorga o'xshaydi asli bu dunyo deb shoirlar bejiz aytmagan. Faqat kelib ketmog'imizda ma'no shogirdlarimiz bo'lsa, el yurtga nafimiz tegsa, bolalarimizni, nabiralarimizni, chaviralarimizni rohatini ko'rsak, kelinlarimizni kelinim emas qizim deb suysak, hammaga mana shu kun nasib bo'lsa, ota bo'lsak, ona bo'lsak, mama bo'lsak, bobo bo'lsak, bobo mamalardan duo olsak. Onaxonlarimizni, otaxonlarimizni chiroyli bir yoshlikdagi raqslarga taklif etamiz. Ustozlar aytgan qo'shiqlar bilan davramizni davom ettiramiz. Marhamat. Sho'x o'ynar edim. Marhamat. Sho'x o'ynar edim. Sen bilan qirg'oqda men. Sho'x o'ynar edim. Sen bilan qirg'oqda men. Endi qumsa izlaringni. Har bahor yurmoqda men. Endi qumsa izlaringni. Bahar yurmoqda
Marhamat, onaxonlarimiz chiqaveramiz.
Devrege düş, devrege düş. Kanat yazımı sağlı kuş. O yine kadar buladı kuş. Havrazının ezgisi gel. O yine kadar bulamış. Havrazının ezgisi gel. Kara göz boy boy boy. Kara göz boy boy. Kara göz boy boy boy. Kara göz boy boy. Hemen gel. Sağlık aldı sana, dağlı temel felek ya. Bugün kafan yarın köyü koyma bulak yana. Sığmaz